2025-yil 21-may sanasiga ko'rib turganlaring Giant Red gilosi. E'tibor berib ko'ringlar mana. 34 da turibdi. 34 mana. 32. Yaqinroqdan ko'rsating. 35 kalibrda mana. Bunisi mana. Bunisi ham ko'ringlar. 35 kalibrda. Bu eng yirigi. Aksariyat holatda ko'pi 30-32 kalibr bo'ladi do'stlar mana. Yaqinroqdan ko'rsating. Mana shu yerdan olaylik mana. 30 kalibr. Ha, do'stlar. 30-32 kalibrda qo'yishimiz mumkin mana 30-32 kalibrda bo'ladi. Gilosni ko'rinishi yong'oqdek, mana e'tibor beringlar, bir xilda bo'lgan, kalibri juda ham yirik. Rangi mana, rangi qip-qizil mana. Qip-qizil holatda bu Giant Red gilosi qizaradi, qip-qizil bo'ladi. Hosiliga olgan hosiliga baho berasizlar. 5 yoshda. Bunisi qilgan desalaring mana bunisiga ham e'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Hosildorlik bo'yicha juda ham baland mana. Mevani yirikligi. Mana e'tibor berib ko'ringlar, juda ham yirik meva. Do'stlar, bu Giant Red gilosi o'zini o'zi oson changlatadi. Changlatuvchi bilan ekilganda juda ham zo'r effekt beradi. Changlatuvchi kalibri yirikroq gilosdan foydalanish kerak bo'ladi do'stlar. Buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94 lik 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar do'stlar. Zak joylarda tagi qora gilosda ekiladi, kam suv bo'lgan joylarda tagi cheramuxada ekiladi. Bizda xuddi shu holatdagi ko'chatlar mavjud. Videolarga like bosamiz. Giloslarga обязательно like bosinglar. Bu Giant Red giloslari pishib yetildi akalar, pishib yetildi. Sog' salomat bo'lasizlar. Kalibrlari 34-35 da maksimalni tashkil qilyapti. Minimalni 30-28. Bu degani yuqori natija degani. Даже Svetariyanadan ham baquvvat. Do'stlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bundan keyingi videolarda bundan kuchli, qiziq gilos ma'lumotlar beramiz. Salomat bo'ling. Bu yondan ko'rsating.